Mus'ab ibn Sa'd u kishi dadalaridan rivoyat qilib aytadilarki, radhiyallohu anhuma, annahu zanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. İmam Nasoi o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Mus'ab ibn Sa'd radhiyallohu anhu dadalaridan rivoyat qilyaptilar. Dadalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ashablarining ichidagi eng kichkina kishidan men sal ortiqligim bo'lsa kerak degan gumonda bo'lgan ekanlar. O'zlari ulug' sahobalardan, lekin o'zlarini eng kichik sahobalardan fazilatim bor bo'lsa kerak deb gumon qilgan ekanlar. Bu gumonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib kelgandan keyin aytdilarki, Alloh bu millatga, islom millatiga yordam beradi zaiflari sababli dedilar. Ularning duolari bilan, ularning namozlari bilan, ularning ixlosi bilan, shu zaiflarning ixloslari, duolari bilan shu millatga yordam beradi dedilar. Ya'ni o'zingizni shu eng zaif odamdan ortiq ko'rishlikka haqqingiz yo'q dedilar yani. Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinadi. Bu hadis sharif uzunroq bo'lganligi uchun mazmunini aytib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim dedilar, aytganliklarini 3 kishi o'tgan millatlardan 3 kishi safar qilishdilar. Bir g'orga yotishlikka, kirib yotishlikka to'g'ri kelib qoldi. Ular shu g'orga kirishdilar. G'orga kirishganlarida tog'ning tepasidan bir tosh tushib, g'orning oldini bekitib qo'ydi. Ular aytishdilarki, endi bu toshdan sizlarini solih amaliylar bilan, ixlos bilan qilgan amaliylar bo'lsa, shun bilan duo qilishliginglardan boshqa narsa qutqarmaydi dedi. Shunda bittalar aytdilarki, o'zining ixlos bilan qilgan amallarini bittasini pesh qilib duo qildilar. Xudoyo, meni ota-onam bor edi, qari ulg'aygan ota-onam bor edi. Men ulardan ilgari o'zimni bola chaqamni yedirmasdan oldin ularni yedirib keyin yedirardim. Odatim shu edi. Bir kun meni har xil mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lishlik uzoq o'ringa ketkizib qo'ydi. Ularning oldiga kechgacha yetib kela olmadim. Hatto kelsam, ikkovlari uxlab qolibdi. Men ikkovlariga kechqurungi ovqatlarini ko'tarib turdim. Ularni o'yg'otishlikni ham xohlamadim. Bulardan ilgari bola chaqamni yedirishlikni ham xohlamadimki, bu meni odatim emas edi. Qo'limda kosa ovqat bilan turgan holatda tong yorishib qoldi. Ikkovlari uyg'onishdilarda meni ko'rishib, qo'limdan ovqatni olib yeyishdi. Shu amalimni ixlos bilan qilgan edim. Agar sen shuni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot bergin deb duo qildilar. Tosh qisman ochildi, lekin chiqishlikka imkoniyat yo'q edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, boshqasi duo qila boshladi deb aytdilar. Ikkinchilar aytdilarki, Xudoyo, meni bir amakimni qizi bor edi. Men uni eng yaxshi ko'rardim. Undan bir foydalanmoqchi bo'lib yurardim. U doim mendan o'zini chetga olib yurardi. Uzoq muddat shu xayolda yurdim. Hatto kunlarning ba'zi kunida sharoit bo'lib 120 dinar unga berdim. Men bilan xoli bo'lishlik sharti bilan. Un bilan xoli bo'ldim. Shunda Allohdan qo'rqin dedi. Hamma imkoniyat bo'lgan vaqtda o'zingni huzuringda turishlikdan qo'rqib shu gunohdan chetlanib ketdim.
agar shu amalimni o'zingni rizoying uchun qilganligimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot bergin dedi. Tosh yana qisman jildi, lekin chiqishlik imkoniyati yo'q edi. Uchinchilari ham o'zlarining amallarini ko'ldalang qilib duo qildilar. Xudoyo, men bir necha mardikorni ishlatgan edim, ularning mardikor haqlarini bergan edim, bir kishinikini bera olmasdan ketib qolgan edi u. O'zini haqqini meni oldimga qo'yib ketgan edi. Men bu haqqiga ba'zi bir hayvonlardan olib, shu haqni olib qo'ygan hayvonlar ko'payib qolgan edi. Kunlarning bir kunida keldi. Ey Abdulloh, menga haqqimni bergin, men seni eshigingda ishlagan edim deb keldi. Shunda aytdimki, mana shu tuya, mol, qo'y va buning xizmatkorlari hammasi seniki dedim. Shunda ey Abdulloh, meni masxara qilma, men sendan haqqimni so'rayapman dedi. Shunda men masxara qilganim yo'q deb voqeani tushuntirib berdim. Agar shu amalimni o'zingni rizoying uchun qilgan edim, qabul qilgan bo'lsang, bizga najot bergin dedi. Tosh ochilib, ular yurib chiqib ketishdilar. Imom Buxoriy bir necha o'rinlarda o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Mana bu ixlos bilan qilingan amalning natijasi. Ixlos bilan qilingan amalni inson boshiga kulfat tushib, og'ir bir holatda turganda shuni vasila qilib duo qilsa ijobat bo'ladi deyishlikka ham hujjat qilib keltirishadilar. Bizlarning duolarimiz ijobat bo'lmayotganligi Alloh saqlasin, ixlos bilan qilgan amalimizni yo'qligimikin deyman. Ixlos bilan qilingan amal u o'zi bilan Allohning o'rtasida sir bo'lib qoladi. Boshqalar bilishligi uni qiziqtirmaydi. Mana bu ixlos bilan bo'lgan amal ashabi kiromlarning, tobiinlarning hammalarini belgilari bo'lishgan edi. Shun bilan ular Alloh yo'liga da'vat qiluvchi kishilar bo'lishgan edilar. Ular minnat qilmagan edilar. Qilgan amallarini iloji boricha bekitib qilishlikka harakat qilishardilar. Bu amallarni ko'rgandan keyin har qanday kishi ta'sirlanadi, bu odamning haq ekanligida shubha qilmasdan islom diniga kira boshlaydi. Shuning uchun Alloh yo'liga da'vat qiluvchi kishining 5-sifati ixlos bo'lmoqligi kerak. Mana boshqa hadislarni ham aytib berganmiz. Bu amallar ko'rinishlikda oddiy amal, lekin ixlos bilan juda katta amalni o'rni olgan. Mana ko'rinishda juda katta amallardan bittasi Qur'onni bilish, ikkinchisi Allohning yo'lida shahid bo'lish, uchinchisi Alloh bergan molni Allohning yo'liga sarf qilishlik, 3ta katta amalning egasini, uchovini Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni savol qilib, hammasi odamlar pahlavon desin, shajoatli desin deb shahid bo'lgansan. Allohning yo'lida jang qilganing odamlar qahramon desin deb qilgansan. Moli davlatni sarf qilganing bid'atlarga sarf qilgan emas. Allohning buyurgan joylariga sarf qilgan u, lekin odamlar saxiy desin deb sarf qilgan. Mana shu odamni ham do'zaxga uloqtirilganligi va ilmni o'qib faqat riyokorlik uchun odamlarni olim desin deb mana shunday ilm o'qigan odamni ham odamlarda oldida sen bu mukofotlaringni olgansan, odamlar seni maqtagan degan narsani bilan do'zaxga uloqtirilganligini hadis sharifdan ham o'qib berganmiz. Bu ixlosning yo'qligi natijasida, xolislik topilmaganligi natijasida ko'ringan yaxshi amal ham habata bo'lib ketadi. Shuning uchun ham ba'zi vaqtlarda Allohning yo'lida xizmat qilayotgan kishilarga ba'zi tuhmat yetsa, olimlarga tuhmat yetsa, Allohga bir hamdlar aytish kerakki, odamlarning hammasi xayriyat maqtamayapti meni, o'zimni amalimni xolis bo'lishligining belgisi deb quvonishligi kerak, birodarlar. Chunki